Nimaga odamlar shunaqa? Hozir masalaga aytib beraman. Sizlar menga fikrlaringga noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, fikrlaringni kommentariyamda yozib ketinglar. Rossiyaga ishlayman deb deyman meni. Har xil odamlar ko'raman-da. Hammasi общий bitaman deyiladi. O'zbekistondagi boshqa O'zbekistondagi qonun-qoida boshqacha, bitta qonun-qoida boshqacha-da. Va har bitta kuxnyada o'zini qonuni bor, o'zini tarbiyaasi bor, o'zini hamma yo'q bor-da. Hamma kuxnyada har xil. Rossiyaga постоянно kelib yurgan odamlar biladi. Rus tilida bo'lib ketgan, rus tilini bilib ketgan, ko'p narsani o'rganib ketganda. Lekin shular ichida birinchi marta Rossiyaga kelgan odam bo'ladi-da. Birinchi marta umrida kelgan, rus tilini ham bilmaydi. Endi taqdir taqozosi bilan biz qoqtirib kelgan odam. Lekin shunaqa ishxonaga kiradi. Lekin men opitli, o'sha o'rganib necha yildan beri kelgan odam, rus tilini bilib olgan odam, birorta xato qilsa qo'shilishib ham natsistlar bilan kuladi ustidan. Aksent bilan gapirsa, shuni ham bilmaysanmi deb isvatsa qilib, yana private qilib o'sha odamlarning ichida o'rgatishni o'rnagani, sen ham onang qornidan, bilib tug'ilmagansan, sen ham kelganingda kimdir yaxshilik qilib senga o'rgatgan, sen ham hammani kelib turib cho'tki bilib olmagansan, lekin o'sha odam rus tilida harakat qilyapti gapirishga, agar rus tilini kelajagida Rossiyaga kelib ishlashni bilganida, peshanasiga shunaqa yozilgan bilganida u odam yodib olib rus tilini o'rgangan bo'lardi-da, to'g'rimi? Lekin sen shuni поддержка qil, seni zemlaging, musulmonsan-ku, bu hammada bor. Ruslarida ham bor, tojiklarda ham bor, o'zbeklarda ham bor, qirg'izlarda ham, hamma joyda o'zing davlatingdan yordam ber, yo'l ko'rsat. Baqa kelib olib turib, bo'ldi, ko'pirlashib ketadi. Aka-uka, opa-singil, bir-biriga xabar olish yo'q. Ana ishxonada bir-biriga podstava qo'yadi, ish talashadi, boshqa ish yo'q dunyoda. Ish qilyapti, dokumentingiz chesta bo'lsa. Hamma yomonlaydi, Rossiya undan qiladi, dokumentlarni qiyin qilib qo'ygan yomon. Besh qo'l baravar emas, o'zimizda ham bor shunaqa odamlar. Rossiya odamlari yomon bo'lib ketyapti, kelib ishlayotganlar yomon bo'lib ketyapti, ko'zi ochlar, ko'kanliklar yomon bo'lib ketyapti. Sal odam bo'laylik, sal bir-birimizga yordam beraylik. Hozir kimgadir yordam bersak, o'zimizga ertaga qaytadi-da. Men shunaqa narsalar ko'rsam asablarim buzilib ketib qoladi-da. Shuning orqasidan mana ko'pchilikni urishib qolaman. Tiling yomon deyishadi. Nimaga? Haqqoniy bo'laversa, senlarga ham kimdir o'rgatgan, sen ham o'rgat. Sen oylik to'lamayapsan odamga. Senga to'lashyapti, o'rgatganingga to'laydi, pulingni haloldan sal bo'lsa ham. Mana g'ashlarim kelib qoladi.